Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Allah'ın dinini Taif şehrinin ahalisiga yetkizish uchun Peygamber aleyhisselam Mekke'den çıkıp Taif'ga qarab yol tuttu. Biroq Taif şehrinin ahalisi Peygamber aleyhisselamның davetini qabul qilmay, uni şehirden qovladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten qaytishga mecbur bo'lib şehirden çıktı. O Vadi Nahl degan yerga yetib, shu yerda Allah Taolaga ibodat qilib, Qur'onni o'qish bilan bir kechini o'tkazdi. Shu mezgilda Allah subhanahu va taala Payg'ambar alayhisolamning yeniga Qur'onni tinchsin deb bir top jinlarni avatdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana shu oyatlarni nazil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Jinlar Qur'on oyatlarini tinshiganda Qur'on so'zlarining go'zalligidan, izohlarining aniq ham ro'shan bo'lganligidan, tinshig'uvchilarga yetkazadigan ta'sirotidan ajablanib, mehribon Allohga iymon keltirdi. Qur'on ularning yuraklariga singib ketdi. Lekin jinlar bunun bilan cheklanmay, Allohning nidosini o'z qavmlariga yetkazishga yuzlandi. Bu haqda Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda mundaq deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له